Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan topik imtihoniga qanday qilib ro'yxatdan o'tishni, ya'ni registratsiya qilishni o'rganamiz. Bu jarayon qachon va qaysi vaqtda bo'lishini Janubiy Koreya ta'lim markazi tomonidan e'lon qilinadi va siz bu ma'lumotlarni Dong'un akademiyasining Telegram kanalidan ham topishingiz mumkin. Demak, Google dan topik tashkilchi saytiga kirib olamiz. Topik tilni rus tilida qoldirganimiz ma'qulroq. Hop, registratsiya na PPT ekzamen, registratsiya na IPT ekzamen. PPT va IPT imtihonlariga ro'yxatdan o'tish. PPT imtihoni bu qog'oz variantda bo'ladigan imtihon bo'ladi. IPT imtihoni bo'lsa kompyuterda topshiriladi. Lekin registratsiya qilish bir xil bo'ladi. Hop, registratsiyani PPT ekzamen qilamiz. Ma'lumotlarimizni bu yerda tayyor qilib oldik. Vaqt bo'lishi bilanoq kirishni bosamiz. Bu yerda topik 1 yoki topik 2 imtihoniga ro'yxatdan o'tishimizni so'raydi. Biz topik 2 imtihonini tanlab, o'zimizga qulay bo'lgan joyni tanlaymizda, pastdan отправь заявку va bizda mana bunday imtihonga muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz degan yozuv chiqadi. Va shu tarzda shaxsiy kabinetga kirib, anketa bo'limiga o'tib, anketamizni yuklab olib, to'lov qilsak bo'ldi.